Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga foydali videolarni chiqarishda davom qilamiz. Chorva ishki bozori uchun fermaxonada boqilib turgan zotdor mollarni ko'rsatib o'tamiz. Ishonchli mollar, kasal emas, ferma ishida boqilib turgan mollar. Kelib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Adresimiz Shovotda. Ko'p odam biladi, Arzanti Shamshatbek og'amiz kelib turgan fermaxonada boqilib turgan mollar. Shamshat og'aning mollari emas, lekin shu fermaxonada boqilib turgan mollarni ko'rsatib tushuntirib beramiz. Ma'qul bo'lsa, kelib savdolashib olsangizlar bo'ladi. Bizlar og'amiz yana hamma ma'lumotlarni tushuntirib beradilar. Og'a, yaxshimisiz? Xormon, assalomu alaykum, yana bir marta. Yaxshimisiz? Og'a, necha dona mol bor boqilib turgan fermaxonada? Hozir 6 bosh molimiz bor, boqilib turgan, sotiladi uni. Shu fermaxonada boqilib turgan. Fermaxonada boqilib turgan. O'zlarimiz boqib o'tirib 5-6 oydan beri og'alarimiz. Yine og'alar, beda bular gibrid mollar, arada Griforti bor, bir ikkisi Grifort, bu yandan bular Chorniy Pyostrimi, nechik parada bo'lan, bom gibrid. Xo'sh, bu yon tarafdan bundan bir Grifort bor yana. Yine ko'rib olsangizlar bo'ladi. Bular privkalar, lichenelar qilinib turibdi. Boqilib turibdi. Sog'lom, ishonchli mol. Sog'lom, ishonchli, garantiyasi bilan. E'tibor bilan ko'rsangizlar, og'alar, tumshuqlarni ko'ringlar. Og'iz burnundan so'lak oqib, yo suv oqib yotgan joylari yo'q. Shu yerda ish fermada yemlanib turgan mollar, yaldirab. Bularni baholarini necha deb aytamiz, og'a? Живой вес aytamizmi yo durush aytamizmi? Живой вес olamiz desa, telefonlashsalar, sizlar kelishib beraveramiz. Живой вес. Oyoqini ham beraveramiz. Oyoqini nechadan aytasiz bularni? Oyoqini shu 30 milliondan 35 milliongacha deb aytamiz oyoqini. Eng kichkinasi 30 so'm. Ha. Masalan, ishi menimcha sal kichkinaroq o'xshaydi bularga nisbatan, bular sal kattaroq, go'dalroq. 30 dan 35 gacha aytiladi. Ha, 30 dan 35. Kelishsa ustunda savdo qilasiz. Kelaversin, kelsa shu sizning nomingizdan kelsalar shu kelishib beramiz bizlar. Bo'ldi, gap yo'q. Живой вес desalar, og'aynilar beli tarozi boyna. Kelasizlar, tarozida o'lchaysizlar, mindirasizlar, живой вес ham gaplashib berasizlar. Jonivor bo'yna yurincha kiyibni yeb turibdi. Va Novotsvit qaysidir paradaga gibrid jonivor. Ana. Shunda dastavkalarni chetamiz, og'a, dastavkani kelib oladigan bo'lsalar, dastavkani ham qilib beramiz. Qilib berasizmi ustunda savdo pishgandan keyin? Savdo pishgandan keyin. Sizning hisobingizdan dastavka. Xorazm bo'ylab. Xorazm bo'ylab. Bu yerda buni aytib o'tali, sal patırdoqroq ekan bu, shuning uchun bu aylantirib yurmasin bu anda deb buni chiqarmadilar. Yine bu yerda kelaki to'qoli boyni. Bam shu pulning ichida ketdi 35 arasida. Shu arasida o. Ana, shu suriroq ekanda, buni qarab turishini qaraman. Ana. Sen sho'xroq bu. Sho'xroq. Kelib ustunda ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Asli obunachilar kommentariyada lokatsiya qo'yibmiz, bemalol kelib, lokatsiya orqali ko'rib, kelib olsangizlar bo'ladi. Bu fermaxonani aytsak, Irakovlarning fermaxonasi desak, hamma biladi ekan. Shuning uchun shu adresni aytib o'tdim og'aylar. Kommentariyada lokatsiya kelib ko'rib olaverasizlar.